Keling, mana buni kiyib oling. Aylanib kelamiz. Qanaqa aylanish? Shu oyoqdami? Shu oyoqda aylanib bo'ladimi? Chiqmayman hech qatga. Jonga tegdi hammasi. Boshing ko'rasanmi meni? Bo'ling, keyin aylanib kelamiz. Uyda o'tirib zerikib ketdingiz. Ozgina toza havodan nafas olib kelasiz. Hozir men magazinga kirib chiqaman. Men tilamchi emasman. Men tilamchi emasman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonangizni tozalab qo'yayotgandim. Yaxshi-da. Qani o'tiring. Oyini oshirishni so'ragan ekansiz? Agar iloji bo'lsa. Ozgina yetmayapti. Ish qo'shib bersangiz ham mayli, ishdan qochmayman. Qivuraman. Yo'q, bu yerda ko'p. Menga ozgina qo'shib bersangiz yetadi. Oling. Rahmat kattakon. Uzr kech qoldim. Qorningiz ham ochib qolgandir. Hech nima yemadingiz. Hozir tez ovqat tayyorlayman, xo'p? Xo'p. Nega yig'lading? Yig'laganim yo'q. Aldashga ham eplolmaysan. Xijolat bo'ladigan joyi-yu. Kimdan xijolat bo'ladigan bo'lsangiz ham, mendan xijolat bo'lmang. Hop. Ha. O'zi sizga deb sovg'a olib qo'ygandim. Ismingizga moslab. Keling. Yo'q, men noto'g'ri tushundim shekilli. Menga faqat oyligimni ko'tarib bersangiz bo'ldi. Ortiqcha narsa kerak emas. Oyligingiz ham ko'tariladi. Bu qo'llaringiz qachongacha suv ko'rib yurasiz? Meni kim deb o'ylayapsan, iflos? Nimangga noz qilasan, Farrosh? Ha? Boshimda erim borligini bilib turib shu ish qilding, ha? Men ojizaman. Sen o'ylayotgan ayollardan emasman. Maraz. Sinem? Bu nima qilganingiz? Ko'p kuningizga? Uyatsiz. Uyalmasa bo'yningga osib olishinichi buni. Men buni yaxshi qiz deb ishga olib yuribman. Chiqib keting xonadan. Oilali insonga yopishishinichi. Pul so'rasang shundoq ham berardim. Yana buni eri bormish, ha? Ko'r qo'ylaring topgan ishchilaringni. Chiqib ket deyapman. Behayo. Hoji. Suv olib kel. Iflos odam ekansan. Meni kunim boshingga tushmaguncha rozi emasman. Tuhmat qilmang. Odamlarga ham hayronsan. Odamlarga ham ishonch qolmadi.
Ajrashish nimasi yomon? Siz qiynalib ketmadingizmi? Ha? Oyog'i ishlamaydi u eringizni. Tuzalmaydi. Siz butun umr arava sudrab o'tib ketmoqchimisiz? Charchamadingizmi, opa? Ajrashsangiz yaxshi chiqadi. Bolalaringiz otasi sog'lom bo'lishini xohlamaysizmi? Ota-onamni ham esib tashladingiz. Menga ham ota-ona kerak. Har kuni siz o'ylab siqilishadi. Meni yaxshilab eshiting, opa. Ajrashing, bo'ldi. Bo'ldimi? Gaping tugadimi? Ota-onamga ayt. Men baxtli yashayapman. Menda hammasi joyida. Sen bo'lsa meni hayotimga aralashma. Keyin agar yana shu mavzuda gapiradigan bo'lsang, keyingi safar ko'rgani kelmay qo'y qol. Opa! Opa! Ertadan butunlay boshqa hayotda yashaymiz. Hali yugurib yurasiz. Bu kunlar ham esingizdan chiqib ketadi. Operatsiyaga pulni qayerdan olding? Oyog'im ishlamasa ham, lekin ko'rmasman. Uyimizning oldida begona erkak bilan gaplashib turganingni ko'rib qoldim 2-3 marta. To'g'risini ayt. U kim? Hozir bunaqa narsalarni o'ylaydigan payt emas. Ertaga operatsiyadan eson-omon chiqib oling. O'zim sizga hammasini tushuntirib beraman. Hovlida bo'lib turaman. Alamli orzular mendan ketadi ozorli. Assalomu alaykum. Siz bilan gaplashsak bo'ladimi? Siz bilan 2-3 marta ko'rishmoqchi bo'ldim. Lekin ayolingiz menga ruxsat bermadi. Ayolingiz pokiza mard ayol. Ayolingiz sha'nini men ukam tuhmat bilan bulg'agan. Shu qilgan ishini badalini hozir joni bilan ham to'la olmayapti. Singlim, ukamni kechiring. 5 oydan beri komada yotibdi. O'lim bilan olishyapti. Siz sha'ningizga tuhmat qilib dilingizni ortgan ekan. Men xabarim yo'q edi. Ukamni kechirishingiz uchun nima yordam bo'lsa qilaman. Faqat kechiring, iltimos. Sizdan iltimos, vijdon azobidan bizani qutqaring. Keyin ayolingizga operatsiya pulini men berdim. Buni faqat noto'g'ri tushunmang. Bu operatsiyani qilsa bo'lardi-ku. Nega shuncha vaqtdan beri qilmadinglar? Sharoiti bo'lmagan. Operatsiya qilsa yurib ketadimi? Yurib ketadi. Faqat zudlik bilan qilish kerak bu operatsiyani. Faqat juda qimmat turadi bu operatsiya. Doktor, qancha xarajat bo'lsa men ko'taraman. Faqat shu bola yurib ketsa bo'ldi. Sizlardan iltimos, ukamni kechiringlar. Shu azobdan ukam ham qutulsin.